sinfni yakunlash arafasida turibmiz. Sizga kelajakda o'z hayotingizni, o'rningizni topishingizni, hayotda insonlarga faqat foyda keltiruvchi insonlar bo'lib, elimiz, yurtimiz ravnaqi bo'lish uchun xizmat qiluvchi o'quvchilar bo'lib yetishingizni tilakdoshimiz. Biz barcha ustozlarimiz bu yerda sizlarga bor o'z bilim, kuch, mehnat, g'ayratigini hammaligingizni berishdi va sizlar albatta ushbu olgan bilimlaringizni olib hayotda o'z o'rningizni topishga albatta ega bo'lasiz va biz bunga albatta ishonamiz. Fursatdan foydalanib yurtboshimiz, muhtaram prezidentimizni siz aziz bitiruvchilar uchun yo'llagan tabriklari bor edi. Hozir ushbu tabrikni barchangizni o'qib eshittiramiz. Maktab o'quvchilari orasida o'zini iqtidori bilan erishgan yutuqlari uchun maktab ma'muriyati 2024-2025 o'quv yilining eng namunali ota-onasi nominatsiyasi g'olibi bilan taqdirlanadi. Baraka. Albatta, ushbu yutuqlarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizni taqdirlash uchun so'zni mehmonlarimizga bersak. Berganingiz uchun bugun hammaga o'zgacha kun bo'lsa kerak, unutilmas kun. Haligacha mana shu kunni hayajon bilan, o'zgacha o'tmish bilan eslayman, shirin xotiralar bilan eslayman. 37 yil o'tdi shu maktab dargohini bitirib ketganimga. Mana shu qatorda turganmiz biz ham. O'zgacha orzularimiz, umidlarimiz bo'lgan. Mana Xudoga shukr, maktablarni bitirib, oliy dargohlarni bitirib, mana el xizmatida yuribmiz. Bu yoshlarga meni tilagim avvalambor aqlli, xushli, o'tizikor bo'lsin. Imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Bularga bugun imkoniyatlar eshigi ochildi. Bularning har bir qadamligi ezgulikka, komillikka xizmat qilsin. Ustozlar, ota-onalari, yurtimiz bularning orqasidan faxrlanib yursin. Doimo halol, mas'uliyatli, mehnatsevar bo'lishligini tilab qolaman. Nima yeb, nima kiysang bo'lishadi.
ko'z oldimda biza o'sdik bir mahallada birga ko'rdik yaxshi yomonni sho'xliklarimiz ham yodimda nimalar qilmadik yoshlikda birga o'rgandik biz hayotni shunga bor edi orzu umidlar ham eng olijon Thank you.